Haqiqatan ham gap so'zlari g'alati edi. Birodar, mayli. Bunisi onda sonda bo'lsa ham quloqqa chalinib turadigan so'z. Lekin taqsir, afandim deyishlari nihoyatda ensamni qontirdi. Yana ular so'zlarni shunaqa talaffuz qilishardiki, dod deb yuborgin keladi. Ahli fuqaro zulmat eshigidan chiqolmay arosatda yuribdi. Vazifamiz charog'on go'shalarni ularga namoyon etmoq va hokazo gaplar. Bularni eshitganimda kulgidan o'zimni zo'rg'a tiyib turdim. Ertasiga birodarlarda ozgina o'zgarish sezildi. Bir hafta mobaynida sinaldim. Sinovda ekanligimni ularning yoniga qatnayotganligimning ikkinchi kuniyoq sezgandim. Mening oldimda birodarlar ochiqcha gaplashmas, bir-biriga aytishi zarur bo'lgan sirli gaplarni imo-ishoralar bilan tushuntirishardi. Va albatta bunday harakatlar e'tiborimdan chetda qolmas edi. Shuncha ovoragarchilik qilmay, maqsadlarini darrov bilib olish imkoniyatim bor edi. Lekin shoshilgim kelmadi. Hamma gapni o'z ixtiyorlari bilan aytishlarini istadim va nihoyat ular yorilishdi. Biz birodarlarga odam yetkazib berishimiz kerak, dedi Ahmad namozdan keyin, menga nigohini qadab. Manzilga hammaning birdek yetib olishida sizning yordamingizga muhtojmiz. Men nima ishni bajarishim kerak? Tojikiston tog'larida yer yuzini hidoyatga boshlaydiganlar tayyorgarlik ko'rishyapti. Siz o'zingizdagi jismoniy imkoniyatingizdan foydalanib, ularga yo'l boshchi bo'lasiz. Siz bilan birga Abdulla hamda Amin ham boradi. Nazarimda ular bunga avvaldan kelishib olishgan edilar. Chunki Ahmad gapirayotganida qolganlar mendan sira ko'zlarini uzishmadi. Faqat uchalamizgina ketamizmi? deya so'radim men o'zimni ko'llikka solib. Albatta yo'q. Ketadigan yana 5 kishini men tayyorlab qo'yibman. Ular buyruqni kutib turishibdi. Men ularning birontasini ham ko'rganim yo'q-ku. Bugun ko'rasiz. Yana biror soat ichida 5alasi ham keladi. Yo'lga ertaga tongda chiqiladi. Hali mablag'imiz yo'q-ku, deya gapga aralashdi Abdulla. Xotiringiz jam bo'lsin taqsir, uning rejasini kuni bilan tuzib chiqdim. Alloh shubhasiz biz tomonda. Shunday ekan ishimiz o'ngidan kelishi aniq. Birodarlar bizga pul jo'natishlari uchun avvalambor biz xizmatni qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni u yoqda yetarli miqdorda odamga ega bo'lmog'imiz darkor. Biz bo'lsak haligacha bor yo'g'i 6 ta odam jo'natdik, deya Ahmad men tomonga yuzlandi. Sobirjon, bu ishda siz o'zingiz bilmagan holda bizga yordam berib yuborgansiz. Qanday qilib? dedim men hayron bo'lib. Siz tarbiyalagan 2 ta bola hozir Alloh yo'lida xizmat qilyapti. Tojikistondagi birodarlar bilan birga. Men go'yo hech narsadan xabarim yo'qday ajablanib unga termildim. Sherzod bilan Elyor sizning qo'lingizda tarbiya topgan ekan. Aqlli, farosatli bolalar siz to'g'ringizda ko'p gapirishgandi. Iloji bo'lsa ertaroq safimizga qo'shib olishimizni taklif qilishgandi. Farishtalar amin deyishgan ekan. Mana biz bilan birgasiz, dedi u mamnunlik bilan. Mening ichimdan qirindi o'tdi. Koshki edi bular o'sha maqtalayotgan norasida go'daklarning otalari hozir qay ahvoldaligini bilsa. Mablag' masalasiga kelsak, to'ychi boyvachchani hamma tanisa kerak, deya gapini davom etkazdi Ahmad. U g'ayridin, aroq sotib boyib yotibdi. Unaqalarni biz nafas olayotgan zamindan supurib tashlamog'imiz zarur. Xullas, o'shaning pullaridan birozini tortib olamiz. Qanday qilib? dedi birdan Abdulla ko'zlari chaqnab. Aftidan bosqinchilikka ishtahasi baland edi. Bugun tunda u yerga borganimizda Sobirjon boshliqlik qiladi. Chunki menga nisbatan uning o'quvi balandroq, ko'p narsadan boshidan o'tkazgan. Boshqa hech narsani xohlamaysanmi? Bu gaping bilan Sobir
har kuni birovlarning uyiga talonchilikka kirib yuribdi demoqchimisan degan o'y xayolimdan zumda o'tdi. Menimcha, bunaqangi ishni ertaroq qilganimiz ma'qul edi. Endi kech bo'ldi. Meni tag'in o'zini chetga olayapti degan xayolga bormangizlar-u, lekin to'g'risi ham shu. Agar biz bugun uning uyiga bostirib borsak, tabiiy hali tong otmasidan burun hamma yoq shov-shuv bo'lib ketadi. Bu bizning ketishimizni qiyinlashtiradi. Chunki hamma tomon tekshir-tekshirga aylanadi, dedim men. Unda nima qilishimiz kerak? Dedi Ahmad menga nigohini qadab. Mening ozgina jamg'armam bor edi. Armiyadan qaytayotganimda yo'l-yo'lakay yig'ib kelgandim. Alloh kechirsin, ba'zi bir ishlarni qilishga ham majbur bo'lganman. Xullas, shuni ishlatsak, u yoqqa birodarlar oldiga borganimizdan keyin hammasini surishib ketamiz. Hammaning yuzida birdan tabassum paydo bo'ldi. Abdulla o'rnidan turib yonimga keldi-da, "Birodar, turing. Sizni bir bag'rimga bosay", dedi jilmayib. Shundan keyin qolganlar ham birma-bir tashakkurnomasini bildirdi menga. So'ng Ahmad ikkinchi masalaga o'tdi. Tojikistondan kelgan xabarga ko'ra, bizning oblastimizdan anchagina odam ularning safiga borib qo'shilibdi. Bu degani oblast kundan kunga qo'ldan chiqyapti. Bugun tong otishi bilan kabutar uchiraman. Qanaqa kabutar? Dedim men uning gapini bo'lib. Gapimga Ahmad kuldi. Meni soddalikda aybladi. So'ng g'urur bilan bizning davlat pochtasiga ishonmay qo'yganimizga ancha bo'lgan. Hatto shuvchi kabutarlar ulardan ishonchliroq. Ahmad kabutarlar to'g'risida boshqa gapirgisi kelmadi. Ertaroq shiddat bilan harakat qilib oblastda yetakchilik qilish, keyinchalik vaqt soati kelganida unga egalik qilish to'g'risida to'lib toshib, har bitta gapni qayta gapirib, o'tirganlarning ichini kuydirib, o'zi ham shirin entikib so'zladi. Axiri uning uzundan uzoq ma'ruzasi nihoyalanganidan so'ng biz o'rnimizdan qo'zg'aldik. Bu paytda vaqt har doimgidek allamahal bo'lgan edi. Men uyga kelganimdanoq Bahodir akaga qo'ng'iroq qilib, safarga otlanganimizni va buning uchun tezlikda pul kerakligini aytdim. "Hozir uyimga kel, berib yuboraman", dedi uyquli ovozda u. "Yo'q, hozir bora olmayman." Ularning menga ishonchi paydo bo'lgan esa-da, baribir pul va'da qilganimdan keyin uyni nazoratda ushlab turishi ehtimoldan xoli emas. Bir hafta ichidayoq menga to'laligicha ishonib qolishganiga gumonim bor. Xullas, ertaga soat 10larga yaqin eski kiyim kiygan bironta odam pulni uyga olib kelsin, dedim men. "Yaxshi, faqat o'zingga ehtiyot bo'l." "Xo'p bo'ladi, birodar." "Nima?" "Kechirasiz, o'rganib qolinman." "Tuzuk." Shu bilan qisqacha telefonlashuv nihoyasiga yetdi. Pishillab uxlab yotgan Barnoning yoniga keldim. Sekin sochlarini siladim. So'ng qiziqishim ustun kelib, asta o'rnimdan turib, eshik tomon ketayotgandim. "Uxlamaysizmi?" deya so'rab qoldi Barno boshini ko'tarib. "Sen uxlayver, men hozir kelaman", dedim men boshqa bahona topolmay. Uni uyg'otib yuborganimdan o'ng'aysizlanib. "Birdan yengillashib kelsangiz bo'lmasmidi?" "Darrov kelaman", deya derazaning yoniga kelib, tashqarini kuzatdim. Ko'zim darvoza tomondagi sharpaga tushdi. U 1-2 marta u yoqdan bu yoqqa o'tdi. Bir xayol ushlab olib obdon tabasiga tayantirsammi deya o'yladim. Lekin darrov bu niyatimdan qaytdim. Ertalabgacha qo'riqchilik qilsin, azobini tortsin degan xayolda Barnoning yoniga kelib cho'zildim. "Chiqmadingizmi?" dedi u hayron bo'lib. Erindim. "Voy nega?" Barno kulib yubordi. "Ertalabgacha shunaqa yotasizmi?" "Bitta uxlasam tong otadi." "O'zi qayerlardan kelyapsiz?" "Bolalar bilan o'tirganda gaplashib, necha kundan beri ahvol shu-ya, yoki mendan ko'nglingiz sovib ketdimi?"
Sendan o'lganimda ham ko'nglim sovmaydi, Barno. Indinga men bir yoqqa ketyapman. Qayoqqa? deya Barno o'rnidan turib o'tirdi. Nega ketasiz? Uning qop-qora sochlari to'zg'ib, butun orqasini egallagan, bu esa joduday meni o'ziga tortmoqda edi. Kel, jonim, bitta o'pay, dedim entikib. Gapni boshqa yoqqa burmang, qayoqqa bormoqchisiz? Bahodir akani bilasan-ku, shu odam o'qishga borib kel, ishga olishim uchun bironta ma'lumoting bo'lishi kerak dedi. Shunga bugun borib gaplashsam, ertadan keyin azollab ketasan degan gapni qildi. Ketmoqchimisiz? Biror oy, menimcha unchalik ham ko'p vaqt emas. Keyin milisa bo'lasizmi? Shunday shekilli. Soqolli milisa ham bo'lishi mumkinligini hech ham o'ylamagan ekanman. Endi o'ylashamas. Ko'rasiz ham, xonim, deya uni bag'rimga qattiqroq bosdim. Ahmadning kayfiyati a'lo edi. O'zgacha bir tavozi, o'zgacha bir mehribonlik bilan kutib oldi meni. Qo'limdagi pullarni olayotganida esa yayrab ketdi. Sizga ishongandim. Ishonchimni o'ylaganimdan ham a'loroq tarzda bajardingiz, dedi u kulib. Hujraga biz to'planadigan uyimizni shunday atay boshlagan edik. Kirsam, safarga ketadigan yigitlarning hammasi shu yerda ekan. Har biri o'rnidan turib men bilan ko'rishdi. So'rashganimizdan keyin Ahmad gap mavzusini ishga ko'chirib yubordi. Avval odatga xilof ravishda men bilan boshqalarni tanishtirib chiqqanidan keyin ularga to manzilga yetib olgunimizgacha mening boshliq bo'lib borishimni aytdi. Bu odam, dedi u menga nigohini tikib, nasib qilsa respublikaning ko'zga ko'ringan arboblaridan bo'ladi. Ichki, tashqi ishlarni bajaradi. Shuningdek, harbiy qo'shinlar ham shu kishining ixtiyorida bo'ladi. Ta'rif dahshat edi. Ahmad shunday gapirdiki, nazarimda gaplariga o'zi ham ishonib qoldi. Amalu davlat shundoqqina tokchada turibdi-yu, olib mening qo'limga tutqazib qo'ymoqda edi go'yo. Yigitlarning hammasi ham yosh, ko'z qarashlaridan, o'zlarini tutishlaridan hech baloni bilmaydigan, sodda, ishontirib aldasangiz, ortingizdan qayoqqa desangiz ergashib ketadiganlar xilidan edilar. Hozir ham Ahmadning gaplarini ko'zlari yonib, shodlikka to'lib eshitishdi. Ularning nazarida shundoqqina Tojikistonga borsa, hamma narsa muhayyo, jannat oyoqlarining ostida yotadigandek edi. Imomning gaplaridan keyin Ahmadga qanchalik sig'insa, menga ham shunchalik katta bir ishonch, umid bilan termilib turishardi. Shu kuni hammaning esidan namoz o'qish chiqib ketdi. Islom dini, uning taraqqiyoti to'g'risida og'iz ko'pirtirib gapiradiganlarning birontasi ham namozni xayollariga ham keltirmagan edilar. Esimga onamning yoshligimda aytgan gaplari tushib ketdi. Bolam, degandi onam. Meni issiq bag'rida ko'zimni yumib yotganimda. Onam rahmatli bunaqa gaplarni ko'proq tunda, endi uyquga yotganimizda so'zlab berardi. Shaytonning odati avval seni ishonchingga kirib olish. Sen unga to'la ishonganingdan keyin u o'zining bilgan izmiga yurgizadi. Nazarimda Toshtemir Ahmad xuddi shu shaytonning o'zginasi edi. Avval hammani namoz o'qishga da'vat etdi. Oxirat haqida chala-chulpa, o'zidan qo'shib chatib, uning ba'zi gaplariga mutlaqo ishonib bo'lmasdi, gapirdi. Endi esa silliqqina qilib o'ziga og'dirib olgan odamlarni jahannamga ravona qilmoqchi. Mayli, hurmatli shaytonboy, ko'ramiz, mo'ljalingiz qanday yakun topar ekan, deb xayolimdan o'tkazib qo'ydim. Ahmad birodarlar makoniga yetib olgunimizgacha nima qilishim to'g'risida ko'rsatma berib bo'lganidan keyin hammaning bu oqshom shu yerda qolishini tayinlab, meni tashqariga chiqishga imo qildi.